Yaqub meni yulab turg'izgandan keyin birinchi qitimliqdimi o'ta fidokorlik bilan meni otga mingizdi. Ondan o'zi qorida bo'ygan tashtekni menga kiygizdi. "Qaltis yarashdi" dedi u kulgisini besishga tirishib. "Endi buni kimmi dubulga emas tashtek deydi ekan, qo'lingdagi ko'singni ko'ziga tiqayver. Aynak bo'lsa o'zimni bir ko'rib boqqim kelyotdi Yaqub. Sen meni nima qilib qo'ydingki?" Savzining ko'kini tashtekning to'shigiga tiqib, dubulg'ining yopiqi deb beshimga kaydirib qo'yding. Yüz ko'zimdagi kulni etishqimi ulgurmay otga chiqarib qo'yding. Yana texa dumbamga ortib qo'ygan mavo eski palasmi bor? Meningcha, dedi Yaqub otni yetilab mang'ach. Haqiqiy chavandozlarning usti beshi mushundaroq bo'lamdikin deyman. Ko'zimga baayni bir tog'ni ikki parcha qilib, o'ttirdan chang to'zitib chiqqan Baturdekli ko'rinyapsan. Endi eliq qizning uyiga boramdiq. U eng cho'ng tomashani shu yerda ko'rishga aldirayotgandek edi. "Yo'q" dedim men yuzimdagi kullarni aytqach. Baya otdan yiqilgandagi numus kallamdan texi ketmayotdi. Bir ikkisiga hayvatimni ko'rsatib, zafar quchmay turib uning oldiga qandoq boraman? "Undaq bo'lsa", dedi Yaqub. "Avval mushu mahallada kim uchrasa, shuniga jang e'lon qilayli. Ularni qo'rqitib, o'zining qanchalik kuch-qudratga to'lib turayotganligiga ishongin." U otni yetilgach, qin-qiniga patmay o'ynab turardi. Bunda qiziq ish bo'lsa, u bir umr ot yetilashga rozi edi. Men bayamqa ishni yakunlayapman Yaqub. Kinodagi sarkardalar kelishgan chog'da avval o'zining nom sharpini e'lon qilib yetib, ondan jangga tushadi. Biz nom nishonsizla ishning keyindan hujum qildik. Shunga ta'lim o'ngdan emas, so'ldan keldimikin deyapman. Yaqubmo gapimni qo'llagandek javob berdi. Kelar qatim birsiga uchirsak, avval uning nom sharpini aniq so'rib olib, ondan seni dabdabalik tunishtiraman. Agar yana bir ish uchirgan taqdirdami, uning oldiga berib bir nechini qavab jangga chaqiraman. Qolgan ishni senga qo'yib beraman. Igisi chiqib bu chaqchi otni izlab yurganda Yaqub. Asta ketib olamdiq ya. Qutqulimning yiliklari to'kilib ketgandek og'rib turyapti. "Avu barangning ostida ikki mo'may o'ltirdi", dedi u yana bir tamashasiz ketib qolishimizdan ansirab. "Men avval berib ularga jang e'lon qilay." U mo'maylar tarafga yugurib ketdi. Beshiga qora yog'liq chigib, qo'lida qalqon tutgan bir paranjilik patakning o'zlariga qilich shiltib kelayotganligini ko'rgan mo'maylar paranglarini to'xtatib ketib qilishgan bo'lsa, keynidilla nayza tutib yetib kelgan dubulg'iliq otliqni ko'rib, ixtiyorsiz o'rindan turib ketishdi. "Maxtum sulaning qanini ichgan jodugar zodi qaysinglar?" dedi Yaqub ularga vasisini tanglab. Mo'maylar uning gapidan qaysinglar degan so'zni la anqiralida bo'lg'ay, boshlarini chayqishib, biz emas deganni oralli deyaladi. "Sizlar yolg'on so'zlab qutulaman demanglar. Kaynimdikisi Chintumir Baturning Anijamat navri inisi Chin Ko'say Batur bo'ladi. Dubulg'isiga asosan yeshil tutuklik Batur deb atiladi. Uni nimandaq maynat deb qolmanglar. U maxsus eski tamliqlarda jin shayotullar bilan yoqsiqishib, patqoqlarda divilar bilan chelishib o'ynaydi. Baya texa axlatxonada bir seriq mal'unni bosh egdirdi. Hozir ikki jodugarning kulini ko'k so'rish uchun kusini ko'tarib oldinglarda turyapti" dedi. Mo'maylar umrining oxirida uchragan bu g'alati voqeaning har bir g'alati gaplarini qo'ymay anglab olishga tirishib, yaxshiroq anglaydigan quloqlarini uningga singayan qilishgan edi. Yaqub ularning ko'ngildikini tushungandek texmi qattiq vaqirab aytdi. "Hozir mayli ishkinglar bir bo'lib tangli chiqinglar, mayli yakmi-yak bo'lib orqa-orqadan chiqinglar. Mayli asanglarni oshkora ishiltib chiqinglar, mayli afsuninglarni yoshirun ishiltib chiqinglar. Mayli hozirgi talatinglarda bevosita chiqinglar, mayli o'zinglar xohlagan narsaga aylanib olib chiqinglar. Ish qilib qandoq chiqsanglar chiqib, dunyoga mashhur Chin Ko'say bilan bir maydon do'yliga tushishinglarga to'g'ri keladi" dedi. "Nimaga tushdayotdi?" dedi mo'maylar bir-birisiga qarashib. "Do'ilga", dedi Yaqub keskin holda. "Agar unda qilishga jur'atinglar bo'lmasa, asanglarni gajganlarga qo'yinglarda al bo'lishga tayyorlaninglar" dedi. "Alli burun al bo'lganmiz" dedi bir mo'may. "Asimizni nega qo'yimiz?" dedi yana bir mo'mayma anqirolmay, "Asini bir yerga qo'ysila bizdan qutuldigandek." "Bo'ldi Yaqub, ularga rayim qilayli. Ulardan so'rab baq, yana boshqalarning qanini ichchamdikin." "Yo'q bolam, hargiz ichmaymiz" dedi mo'maylar bir eg'izdan. "Undaq bo'lsa", dedi Yaqub texmi keskinlik bilan. "Ishkinglar qolgan umringlarda uchragan har bir odamga Chin Ko'sayning boturligi va rayimdilligini yig'lab turib ta'riflashga va'da beringlar. Albatta, menki mashhur Yaqub Yaroqtarni unutib qolishga qat'iy bo'lmaydi." Mo'maylar demisingizmi shunda qilamiz deginicha, keyinchi menib uyga kirib eshikning ichidan etib yurishdi. Ular kirib ketgandan keyin Yaqub hayajonlanib sakrab vassisi bilan baranga birni urdi-da,
İnsanlar bilan bo'lgan tunji jangda nusrat qozondik dedi. Yaqub Chintomerning hikoyasini nereden anglagan bo'lg'ayting dedim men baranlıqdan chiqib ketib etib. Meni undaq tunishtirdiganliging xiyolimga kirib boqmapti. Chintomerning oxiri qandaq edi? Qarig'i bo'lib qilib, keyin Maxtumsularning olmasini ko'ziga siqib saqaydi-ku deyman. Qara, kimning gapini qilsaq shu kelyotidi, dedi Yaqub 20 yoshlar chamasidagi velosiped minib kelayotgan bir qizni ko'rsatib. Yaqub yerga so'rilib mangan paltosini vashshida bir siyirdi-da, tuvoq vasallarini ko'tarib uning oldiga yugurdi. Qiz o'zi tarafga yugurib kelayotgan g'alati narsani yiroqdan ko'rib, tormoz tutishni unutib, velosipeddan sakrab tushdi-da, necha qadam diksiklab to'xtatib oldi. Yaqub uning oldiga kelib qalqonni yerga teridi. Orqadan bir tizini yerga qo'yib so'z boshladi. Hurmatli Maxtumsular xon qiz, akangiz qarig'i bo'lib yotsa, bu yerda diksiklab yurisiz-ku. Biz yilila jadugar Momayni sheriki bilan qo'shib al qildik. Akangiz sizni akilishga inisi Chinkusayni avatdi. Sizga deydigan gap tamom. Anlab bo'lgan bo'lsangiz, darhol otqa mining dedi. Qiz kayniga bir o'rilib qarab, uning o'zidan boshqasiga gap qilmayotganligiga ishongandan keyinmi, tushi emasligiga ishonmoqchi bo'lgandek velosipedning koldumisini ixtiyorsiz jiriltib etdi. Yaqub uningga tuvoqni yerga tarangishtib javob qaytardi. Siz menga gap qilyapsiz, dedi qiz oxiri zuvonga kelib. Mening undaq akam yo'q. Siz uchun nomus qilyapman xon qiz, dedi Yaqub o'rnidan turib. Undaq bo'lsa, darhol shifoliq olmangizni chiqaring. Qiz olmangizni chiqaring degan gapni anglab, xuddi Yaqub etilib berib uning ko'ksiga chang soldigandek qo'li bilan ikki yoqasini etib oldi. Olmangizni chiqaring deyapman, dedi Yaqub uningga bir qadam yaqinlashib. Biz uni mejib suyini chiqarib, akangizning ko'ziga temitimiz. Qiz baya bizni ko'rgan ko'ziga ishonmagan bo'lsa, bu gaplarni anglab quloqlariga ishonmay qoldi. Qandoq dedi Yaqub ko'ranglik bilan. Bizni ko'rgan mayli qari, mayli yosh bo'lsin, hayvatimizdan titirmay qolmayotidi. Hamda elqi qizning ishiga borayli. U chiqqanda baya o'zing aytgandek etingning oldi putini ko'tarib, kusingni osmonga qada. Men bu qandoq karomatlarni chiqarishni o'ylab qo'ydim. Yaqub tamashaning cho'ngi uchun oldirayotdi. Men bo'lsam, eng xatarlik dushmanning oldiga ketayotgandek ozroq ikkilinib turib o'tdim.